jiringladi. Qo'lini cho'zib, karavot yonidagi telefon dastagini ko'tardi. Uyquli ovozda "Alo?" dedi. Telefon jim edi. Zavur dastakni joyiga qo'ymoqchi bo'lgan ham ediki, shu payt telefonda muzika yangradi. Avvaliga bu ovoz juda olislardan eshitildi. So'ng asta-sekin ko'tarila bordi. Ko'chalarga suv sepmishman qo'shig'i yangrardi. Qo'shiqni tinglagan sari Zavur hushyor tortib borar, bu g'alati tonggi konsertdan taajjublanar edi. U birdan gap nimadaligini tushundi. "Alo, kim bu?" deb qichqirdi. Ammo qo'shiq tugadi va dastakni qo'yib qo'ydilar. Shu zahoti Zavur hamma narsani anglab yetdi. U kim qo'ng'iroq qilganini tushundi. Hozir soat 6 ekanligini, qo'ng'iroq qilgan kishi bu qadar erta turmasligini. Yo'q, u bu kecha uxlamay chiqqanini, muzika, konyak, hasrat bilan, Zavurning hasrati bilan limmolim to'lgan bu uzun kechani bedor o'tkazganini, tun bo'yi kiprik qoqmay chiqqanini tushundi. Gumoni to'g'ri ekanligini tasdiqlash uchun endi Zavurning o'zi telefon nomerlarini terdi. Taxmina darhol dastakni ko'tardi. Ammo u ham, Zavur ham jim edi. Telefondan boshqa bir qo'shiq, "Hoy, bari bog' yangrardi. Panjaradan tosh kelur, xumor ko'zdan yosh kelur. Seni menga bersalar, Allohga ham xush kelur." Qo'shiq tugadi va taxmina dastakni qo'ydi. Zavur sigaret yoqdi. U shunday chuqur, shunday og'ir bir hasratni tuydiki, ingrab yuborishiga oz qoldi. Taxmina tunni qanchalar og'ir o'tkazganini tasavvur qildi. Shu payt telefon tag'in jiringladi. Dastakni ko'tarib, qo'shiqni tinglay boshladi. "Umrim bo'yi tosh toshidim, kamim to'lmadi. Yoshligimdan bir qiz sevdim, manim bo'lmadi." Taxmina, "Hoy Taxmina, axir nega bunday qilib qo'yding?" demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. O'zi ham "Kim bilan deng?" Spartak bilan demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. "Taxmina, axir men seni chindan ham sevardim. Sen bilan bo'lganimda chindan ham baxtiyor edim" demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. "Hammasi yolg'on edimi? Meni sevmasmiding? Sevsang nega qalbimni yaralab ketding?" demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. "Axir endi men hech qachon baxtli bo'la olmayman. O'zing yaxshi bilasan-ku buni. Endi men yashay olmayman. O'laman. Tirik murdaman" demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. Qo'shiq tugadi. Taxmina dastakni qo'ydi. Biroz fursat o'tdi. Zavur endi hamma narsa tugab bo'lganini tushundi. Ammo shu payt yana telefon jiringlab qoldi. U dastakni ko'tarib qo'shiqqa quloq soldi. "Qirmizi gul, sari gul, bog'chalarning bari gul. Kech ochilding, tez so'lding, ochmagayding bari gul." Bu Lochin qo'shig'i edi. Taxmina har gal bu qo'shiqni tinglaganidan chinqirib yig'lardi. Endi Zavur ham yig'lardi. Olis bolalik chog'lardan beri birinchi marta yig'lashi edi. Sassiz, sadosiz yig'lar, ko'zlaridan yuzlariga sizib chiqayotgan yoshlarni artmay yig'lardi. Bo'g'ilib yig'lardi. Chunki bilardiki, bu ularning so'nggi vidolashuvlari, yer yuzida faqat yakka-yu yagona bir ayol ana shunday vidolasha oladi. Lochin qo'shig'ining oxirgi bandi yangrardi. Zavur bu taxminaning kassetasidagi so'nggi qo'shiq ekanligini yaxshi bilardi. Va endi Zavur bilan Farangisning to'ylari arafasida taxmina uning hayotidan abadiy o'chib ketmoqda edi. Oras sabab, muz sabab, kabob yonar ko'z sabab. Qo'y,